Uchxonaga Yunusobodning eng nuqtasiga kelganman. Mana Universal Musli turibman. Orqamda Megaplanet, yog'imiz Yunusobod dehqon bozori, mana Universal deymiz. Shu yerda mana yo'l yuzida 9 etajga 3 xona bez remont 4-etaj. Bu yoq Shohsaroydan kevurish. Lokatsiya bomba, remont, bez remont. Bu yerda faqat remont uy emas, lokatsiya sotib olinadi. Hozir ishlarni ko'rsataman. Mana 4-etaj podyezddan kiraverishi. Mana kiravushlari, mana bu stroyniy shkaflar, mana kiravushlari katta keng. Bir chekkadan tushuntiraman. Hammom, tualet, hojatxona bo'ladi, mana alohida bo'ladi. Mana ko'raverasizlar. Yog'imiz mana hojatxona katta keng. Yo'q, oshxona. Oshxona ham uzun joy turibdi, ancha balkonlari bor. Romlarni qo'yib turib, mana kuxnelarni yoqqa olib chiqsanglar ham bo'ladi. Endi bitta aytdim-ku, bez remont olib remont qilish kerak. Bu yerda faqat joy, lokatsiyasini sizlarga aytaman. Remont fransuzskiy 72 kvadratli. Mana mam yog'imiz zal mana. Bu ishga 6 oyoqda arkalari bor, orqasida qo'shib yuborsanglar ham bo'ladi. Remonti yo'q aytgandim. Mana mam yog'i vanna ham katta keng. Buni ham bemalol qilsanglar bo'ladi. Bu yoqda mana ikkita xona ketgan mana. Mam yoq detskiy, yonida o'sha kattani родительский xona deymiz endi. Mana holati bez remont. Endi mana shu uy, lekin zo'r narxlarda harakat qilinglar. 3 xona, 4-etaj, 2-kvartal joy, ishkalar joy. Narxi 72 ming. Harakat qilinglar, tez sotilib ketadi. Tamom, sog' bo'linglar.